Qaranglar, bu Captiva va Cobalt, bundan keyin Damas. Holatni qisqacharoq aytamiz, qaranglar. Cobalt rusumli avtomobil svetoforda turgan, uni orqasidan Damas kelib turgan, uni orqasidan kelib turib, to'xtab turgan ikkala mashina orqasidan mana shu Captiva Damasning orqasiga zarar yetkazgan. Hozir holatni ham ko'rsatib qo'yamiz buni. Damasning orqasidan kelib shu joyga zarar yetkazgan. Natijada qaranglarda Damasning oldi qanaqa holatga kelib ketgan. Damas oldi bilan mana shu Cobaltga shunaqangi zarar yetkazgan. Xullas, hozir bularni hammasini baholab akalarimizga qo'limizdan kelgancha yordam ko'rsatamiz va bu holatda Yevroprotokolga tortmaydi. 3 ta mashina o'rtasida bo'lyapti, lekin baholashiga yordamga keldik. Yo'llarda ehtiyot bo'linglar, baholash va Yevroprotokol bo'yicha bemalol bizga aloqaga chiqa olasizlar. Yo'llarda ehtiyot bo'linglar, Allohga omonatsizlar.